ikki xona razdельный Euro remonti bilan uni ustiga pastki etajdan qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 12-kvartalda joylashgan, ikki xona birinchi etajda joylashgan, uch xonaga o'zgartirilgan razdельный uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingiz uyimiz zal qismi o'zining yumshoq mebel va televizion zonalari bilan birgalikda ko'rib turganlaringda. Bu yerda esa oshxona qismimizda bolalar xonasiga o'zgartirilgan, o'zini bir kishilik kravati va alohida shkaflari bilan birgalikda. Oshxonamiz esa 1,5 ga 3 bo'lgan balkon qismimizga ko'chirilgan. Bu yerda esa balkon qismimiz o'rnini oshxonaga o'zgartirib ko'rib turganlaringdek. Uyimiz 4 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 48 kvadratga iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish va alohida razdельный sanuzelari bilan birgalikda. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek. Uyimizda orientirga keladigan bo'lsak, 12-kvartal dizayn kollej va yuridik kollej yonginasida joylashgan. Shirin chorrahagacha 100 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda uy egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 74 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimlarga qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.